Futbolda top klublar deb qanaqa klublarga aytiladi? Top klublar odatda qiyin vaziyatdan yana comeback qila olishadi, yana qayta olishadi. Biz hozir Topics School'damiz va ayni mana shu maktab bugungi kunda ajoyib qaytishlarni, ajoyib comebacklarni amalga oshiryapti. Futbol tili bilan sekin-sekin tushuntiraman. Ketdik. Demak, mana Top School'ning maydonidamiz, yam-yashil maydonidamiz. Bu yerda kelajak avlod chempionat akademiyasini tashkil etadi va tabiiyki bilim lamasiyasiga aylanadi. Ehtimol ba'zi joylarda haqiqiy bilim, murabbiylar tomonidan e'tiborsizlik va odob axloq bir chetga qizil kartochka olib chiqib ketgandir. Biz out holida ana shu qadriyatlarni maydonga qaytaramiz. Bu klubda odob axloq intizom birinchi o'rinda turadi. Ingliz tili, matematika, IT kabi sohalarni chuqur o'rganib, farzandingiz xalqaro darajadagi galiadorga aylanishi mumkin. Farzandingizni kuchli karyerasini istasangiz, tabiiyki top klubga transfer qilish lozim bo'ladi. Biz tavsiya qiladigan bu transfer qilinadigan top klub Topics maktabi deb nomlanadi. Sizni Topics School'da kutib qolamiz.